Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu. Hurmatli radio anglag'uchi qarindoshlar, bugungi Qur'on buluqi programmamizning 7-soniga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Suyimli radio anglag'uchilar, biz bu programmamizda hammanglarga ma'lum bo'lgandek, islom dunyosidagi parlagan yulduz, islom olimi Sayyid Abul A'la Mavdudi rahimahullohning Qur'oni Karimdagi 4 asosiy termin nomli kitobini diqqatingizga sunib kelyapmiz. Inshaalloh bugun sizlar bilan 7-soni yuz ko'rishdi. Bugungi bosh mavzuimiz bo'lsa Ibrohim alayhissalomning qavmi va Namrud haqidagi mavzudan boshlab diqqatingizga sunamiz. Diqqatinglar radiomizda bo'lsin. Mikrofon oldida Abdullah Yalqun. İbrahim alayhissalomning qavmi va Namrud. Bularning orqasidan navbat İbrahim alayhissalomning qavmiga keladi. Bu qavmning masalasi shuning uchun texmo ahamiyatlikki. Ya'ni biz bularning orqasidan degan so'zimizda qarindoshlar, biz yuqoridagi 6-son programmamizda Nuh alayhissalomning qavmi, Ad qavmi va Samud qavmi qatorliq ilgariki payg'ambarlarning qavmlari haqida to'xtalib o'tgan edik. Endi bugungi 7-sonimizda, ya'ni bularning orqasidan yuqoridagi 6-sonimizda so'zlangan bu payg'ambarlarning qavmlarining orqasidan navbat İbrahim alayhissalomning qavmiga keladi demakchi. Bu qavmning masalasi shuning uchun texmo ahamiyatlikki, ularning podshohi Namrudga qarata bizde umuman qaysi xil fikr, bizning kallamizda, ko'pincha musulmonlarning kallasida qaysi xil fikr mavjud deganda, u Allohni inkor qiladi. Ya'ni Namrud Allohni inkor qiladi va o'zi xudolik da'vosi qiladi degan xato tushunchalar saqlanmoqda. Namrudga qarata u Allohni inkor qiladigan, o'zi xudolik da'vosi qiladigan maxluq edi degandek xato tushunchalar saqlanmoqda. Vaholanki Namrudmu Allohning mavjudligini e'tirof qiladi. Namrud Allohning mavjudligini e'tirof qiladi. Allohni yaratquchi va koinotning boshqaruvchisi deb aqida qiladi. Ammo Rabbning yuqorqi 3-chi, 4-chi va 5-chi xil hukmlari nuqtasidan o'zining Rabbligini da'vo qiladi. Biz Rabb babida so'zlab o'tgan vaqtimizda Rabbning 5 xil asosiy ma'nosi bor ekanligini so'zlab o'tgan qarindoshlar. Uning 3-chi, 4-chi, 5-chi xil hukmlar nima desa, Rabbningki 3-chisi markazlik salohiyatiga ega bo'lg'uchi. Tarqiq kishilarni o'ziga markazlashtirib jam qilg'uchi degan edi 3-chisini. 4-chisi bo'lsa itoatning egisi, favqul oddi huquqliq hukmron, yuksakligini va ustunligini hamma e'tirof qiladigan, ishlatish va tasarruf qilishning butun huquqi ilkida bo'lgan zot degan ma'nosi bor 4-chisiniki. 4-chi hukmi. 5-chi hukmi bo'lsa ega va xo'jayin deganlarni bildiradi. Demak, Namrud qanday maxluq edi desa, u Allohning mavjudligini e'tirof qiladi. Allohni yaratquchi, masalan, Rabbningki 1-chi, 2-chi xil ma'nosi parvish qilguvchi, ehtiyojlarni qondiruvchi, tarbiyalovchi, o'stiruvchi dedik. Kapolatlik qilguvchi, xabar olguvchi, asrab qarag'uvchi, hal ahvollarni o'ngshuvchi deb o'tdik. U 1-chi, 2-chi xil ma'noda Allohni e'tirof qiladi u. Allohni yaratquchi va koinotning boshqaruvchisi deb aqida qiladi. Ammo Rabbning yuqorqi 3-chi, 4-chi xil ma'nolarga, 5-chi xil ma'nolarga kelganda, u qanday qilsa o'zining Rabbligini da'vo qiladi. Men itoatning egisi, menga hammasi bo'ysunishi kerak. Itoatning egisi men deydi. Men markazlik salohiyatim bor mening. Boshqarish huquqim bor. Eng cho'ng salohiyatga egaman deydi. Butun kishilarni, butun xaloyiqni o'zimga markazlashtirib jam qilaman. Men alohida huquqliq hukmron. Mening ustunligimni hamma e'tirof qilishi kerak. Butun tasarruf qilish huquqi mening ilkimda. Men ega, men xo'jayin degandan iborat bu Rabb degan Alloh subhanahu va taologa xos bo'lgan bu sifatlar, bu alohidliklardan iborat bu 3 xil ma'nodan o'zini Rabb deb e'lon qilgan edi. Aramizda yana bu qavm Allohni faqatli tunimaydi. Allohning iloh va Robb ekanligiga
başdan ahir qat'iy qoil emas edi degandek xato tushunchalar mavjud. Halbuki bu qavmning ahvoli Nuh, Ad va Samud qavmlaridan hech qancha farqlanmaydi. İbrahim aleyhisselamның qavmi ham yuqorida biz so'zlab o'tgan Nuh aleyhisselam, Ad qavmi va Samud qavmlaridan hech qancha farqlanmaydi ularning ahvoli. Ularmı Allah'ın mevcutluğunu, ilah ve Rab ekanligini, zimin osmonlarning yaratquchisi, shundaqla bütün kainatning boshqaruvchisi ekanligini obdan biladi. Allohga ibodat qilishdanmi bosh tortmaydi bular. Ammo ularning ozg'unligi shu yerda edi dedi. Nerede ularning ozg'unligi undaq bo'lsa desangiz, ularning ozg'unligi shu yerdaki, ular rububiyatning birinchi va ikkinchi xil hukmlari nuqtasidan osmon jismlarini rububiyatga hassador deb qaraydi. Ularning ozg'un ezib ketgan yeri. Birinchi va ikkinchi xil ma'nosida biz Rob degan so'zni birinchi ma'nosini parvish qilguvchi, ehtiyojlarini qondirguvchi, tarbiyaliguvchi, o'stirguvchi, ikkinchisida kapolatlik qilguvchi, xabar olguvchi, asrab qarg'uvchi, hol ahvollarni o'ngshuvchi degan edi. Bu birinchi, ikkinchi xil ma'nodan İbrahim alayhisolamning qavmi qanday qiladsa, bu ikki xil hukmlarga nisbatan osmon jismlarini rububiyatga hasad deb qaraydi. Osmon oy bo'lsin, yulduz bo'lsin, sayyoralar osmondagi har xil bu narsalarni, quyosh bo'lsinmi, bu narsalarga nisbatan ana shularning qulidanmi bizning ehtiyojlarimizni qondirish shularning qulidan ham keldi deb osmon jismlarini rububiyatga hassador deb qaraydi-da, hassador deb qaraydi. Shunga ular Alloh bilan birlikda ularni mabud qilib olgan edi. Mabud shu bizning ilohimiz deb Alloh bilan birlikda qo'shib qanday qilsa mabud qilib olgan edi dedi. Rububiyatning 3-chi, 4-chi va 5-chi xil hukmlar nuqtasidan o'z podshohlarini rab qilib oladi. İbrahim alayhisolamning qavmi 3-chi, 4-chi, 5-chi xil hukmlar nisbatidan nuqtasini aytganda o'z podshohlarini rab qilib oladi. Podshohlarini markazlik salohiyatiga ega deb qaraydi. Bütün kishilarni markazlashtirib jam qilish, itoatning mutlaq egasi deb qaraydi podshohlarni. Favqulodda huquqli hukmron deb qaraydi. Bütün huquq ilikida uningki, ega xo'jayin deb ona qaraydi podshohlarni. Qur'oni Karimning bu haqdagi tushuntirishlari shu qadar ochiqki, astoydil o'qib boqqan har qanday odam hozirqilarning nima uchun asli masalani tushuna olmay qolganligiga hayron qolmay turolmaydi. Shu qadar ochiqki Qur'oni Karimda bu haqdagi tushuntirishlari. Har qanday bir odam, astoydil o'qib boqqan har qanday odam hozirqilarning nima uchun asli masalani tushuna olmay qolganligiga hayron qolmay turolmaydi. Qani oldi bilan İbrahim aleyhisselamning payg'ambarlikdan ilgari haqni izlab qandoqlarcha aql topganligi tasvirlangan ashu dastlabki voqeani mulohaza qilib boqayli oldi bilan. Bu haqda Janobi Alloh subhanahu va taala sura An'amning 76-oyatidan 79-oyatigacha mundaq deydi. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. İbrahim keçinin qarang'uligi basqanda bir yulduzni ko'rib, bu mening Rabbimdir dedi. Ammo yulduz petib ketibdi, u men petib ketguchilarni yoqtirmayman dedi. Ondan oyning chaqnab turganligini ko'rganda, bu mening Rabbimdir dedi. Oy petib ketibdi, agar Rabbim menga yetakchilik qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'un qavmning qatorida bo'ladiganman dedi. Ondan quyoshning chiqayotganligini ko'rib, bu mening Rabbimdir, bu hammadan cho'ngdir dedi. Quyosh petib ketibdi,
u aytdiki, ey qavmim, sizlarning Allohga shirik keltirgan narsalaringlar bilan hech qanday aloqam yo'q. Men bo'lsam hammadan yuz o'rib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Hargizmi mushriklardan emasman, dedi. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatlarda nayt ro'shan holatda İbrahim alayhissalomning o'z vaqtida degan so'zlarni bu oyatlarda bayon qildi. Endi biz bu yuqoridagi bu oyatlarda, shu oyatlardagi so'zlardan shuni aniq ko'rib olg'ili bo'ladi-ki, İbrahim alayhissalom dunyoga ko'z ochgan shu ijtimoiy jamiyatda zamin osmonlarning yaratquchisiga ve onun rububiyetiga bo'lgan tasavvur osmon jismlari, ya'ni sayyara planetlarning rububiyetiga bo'lgan tasavvurdan ayrim mavjud edi dedi. Ayrim mavjud edi. Yani şu ijtimoiy jamiyat, İbrahim alayhissalom dunyoga ko'zni ochgan bu ijtimoiy jamiyatda zamin osmonlarning yaratquchisiga ve onun rububiyetiga bo'lgan tasavvur, onun rububiyetiga bo'lgan, yani shu buyuk Allohga bo'lgan onun rububiyetiga bir haqiqiy bir iloh Rob ekanligiga bo'lgan tasavvur osmon jismlari, ya'ni osmondagi sayyora planetlarning rububiyetiga bo'lgan tasavvurdan ayrim mavjud edi. U mavjud edi, bu mavjud edi demakchi. U Allohga bo'lgan iymonmi, uningga bo'lgan uning rububiyetiga, uning yaratquchi ekanligiga bo'lgan tasavvurmi ham ve ayrim mavjud. Osmon jismlari, sayyoralar, planetlarning rububiyetiga bo'lgan tasavvur ham ayrim mavjud edi. Chunki ular Nuh alayhissalomga iymon keltirgan qadimki musulmonlarning naslidan bo'lib, Ibrohim alayhissalomning qavmi. Ularning yaqin iriqdoshlari bo'lgan Ad va Samud qavmlaridan iborat qo'shnilarga xuddi oyatda ja'atuhumur rusulu min bayni aydihim va min xalfihim, ularga oldi keynidan payg'ambarlar kelib deyilganiga o'xshash, orqa-orqadan payg'ambarlar kelib islomiyatga yangi hayotiy kuch berib kelgan edi. Shunga İbrahim alayhissalom Allohning osmonlarni va zaminni yaratganlik tasavvurini allaburun o'z ijtimoiy jamiyatidan hosil qilib bo'lgan edi. Ammo uning idisiga taqiladigan masala o'z qavmining tasavvurida saqlanayotgan shu oy, quyosh, yulduz ve başka sayyarelerni Allah'ın rububiyet tüzümüge şirik qilib elish ve şununğa binaen ularni ibadette Allah'a qo'shib elish qatorliq qarashlarning zodi qanchalik haq yoki emasligidan iborat edi. İbrahim alayhissalomning beshig'ida qolgan narsa. Chunki İbrahim alayhissalom ana shunday bir jamiyat yashaganligi uchun ilgariki payg'ambarlar orqa-orqadan kelib turayotgan islomiyatga yangi hayotiy kuch berib kelayotgan bir jamiyatda yashab shu jamiyatning ichida maydonga kelganligi uchun İbrahim alayhissalom ham osmonlarni va zaminni yaratganlik tasavvurini, Allohningki osmon zaminni yaratganlik tasavvurini Allah burun o'z ijtimoiy jamiyatini hosil qilib bo'lgan edi. Ammo uning ideyasiga taqildigan masala nima desa, o'z qavmining tasavvurida va qavminingki tasavvurida saqlanayotgan shu oy, quyosh, yulduz va boshqa sayyoralarni Allohning rububiyet tüzümüge şirik qilib elishi ularningki. Ve shuningga binoan ularni ibodatda Allohga qo'shib elish qatorliq qarashlarning zodi qanchalik haq yoki emasligidan iborat edi. Shunlashqa payg'ambarlik kelishdan ilgirla bu masala ustida izinib, shu osmon jismlarining chaqnab chiqishi va petib ketishidan iborat amaliy voqeani kuzatganligi Allohning osmonlarni va zaminni yaratganligiga hamda uningdan boshqa hech bir Robbning yo'qligiga dalil yo'lini ochgan edi. Payg'ambarlik kelishdan burungi so'zlagan yuqoridagi oyatda aytilgan so'zlar. Mana shuningga asosan İbrahim alayhissalom oyning petib ketayotganligini ko'rganda, mening Robbim, ya'ni Allohim meni yetaklamasa, meningmi haqni to'nib yetolmay qilish va atrofimdagi 100 minglagan insonlarga o'xshash bu tashqi ko'rinishlarga oldinib qilishdak xavflik ehtimoli mavjud ekan degan edi. Ana shuningga asosan İbrahim alayhissalom oyning petib ketayotganligini ko'rganda, mening Robbim, ya'ni Allohim meni yetaklamasa, meningmi haqni to'nib yetolmay qilish ve atrofimdagi 100 minglagan insonlarga o'xshash bu tashqi ko'rinishlarga oldinib qilishdak xavflik ehtimoli mavjud ekan degan edi İbrahim alayhissalom. Bu yerda bir askartish, ya'ni bir izohat berilibdi. Bu yerda shuni tilga ilib o'tishga bo'ladiki,
yaqinqi davrda İbrahim alayhissalomning yurti o'rni qidirib tekshirish natijasida shu yurt xalqining ayni chog'da oy ilohiga cho'qinganligi va ularning tilida oy ilohining nannor deb ataladiganligi hamda larsani markaz qilgan shularga qo'shni rayon xalqlarining quyoshga ibodat qilganligi ularning tilida quyosh ilohi shumash deb ataladiganligi ularning podshohi bo'lsa arnammu deb ataladiganligi bu ism arab tiliga ko'chganda namrud bo'lib o'zgarganligi mana shu ismga binoan shu rayonda podsho bo'lgan kishilarning hammasi namrud degan laqab bilan ataladiganligi ma'lum bo'lgan bu xuddi nizamul mulkning taxt varisi nizam deb atalganga o'xshaydi demak ibrohim alayhissalom payg'ambarlikka sazovor bo'lgandan keyin o'z qavmini Alloh tarafga chaqirishda qanday so'zlar bilan da'vatni boshlaganligi ustida tafakkur qilgan bo'lsak biz yuqorida bayon qilib o'tgan bu masala texmi uch oydinlashib ketadi ibrohim alayhissalom qavmini sura an'amning 81 oyatida shunday da'vat qilyapti وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا من سلرنن الله شرك keltirgan narsalardan qandaqsiga qo'rqudakman dedi İbrahim alayhisalom من سلرنن Allohga shirk keltirgan narsalardan qandaqsiga qo'rqudakman vaholanki sizlar Allohning rububiyatda sheriki bo'lish haqida Allah sizlarga hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga shirk keltirishdan qo'rqmayvatsanglar. Amaliyotda sizlar qo'rqishinglar kerak bo'lgan bir ishdan men qandaqsiga men qo'rqudakman dedi Ibrohim alayhissalom. Yana sura Maryamning 48-oyatida Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: "Va a'tazilukum va ma tad'un min dunillah." Sizlar Allohni qo'yib duo talab qilayotgan hamma narsadan qo'l uzman. Allah subhanahu va taolo sura Anbiyaning 56-oyatida qala bar robbukum robbus samawati val ardi allazi fatarahun. Balki amaliyotda sizlarning Robbinglar osmonlarning va zaminning Robbidir. Ularni u yaratgan dedi. Yine sura Anbiyaning 66-oyatida deydi-ki: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم Sizlar Allohni qo'yib sizlarga hech bir foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar deb shunday aytib o'tadi. Yana Alloh subhanahu va taolo sura Saffatning 85 va 87-oyatlarda shunday deydi-ki: "İz qala li abihi va qawmihi maza ta'budun" Öz vaqtida u otasi Azarga va o'z qavmi kishilariga sizlar nimaga ibodat qilyapsizlar? Sizlar Allohni qo'yib o'zinglarning yolg'on uydurma ilohlaringlarga bandachilik qilishni iroda qilyapsizlar? Olamlarning Parvardigori Allohga nisbatan zodi nima gumonda bo'lib yuryapsizlar? dedi Ibrohim alayhissalom. Allah subhanahu wa ta'ala yine sura Mumtahinaning 4-oyatida shunday deydi-ki: "Haqiqatan sizlardan va sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotgan narsalardan biz ado judamiz. Bizning oramizdagi adovat va o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganga qadar abadiy saqlanib qoladi." Demek İbrahim alayhissalomning mana bu barliq so'zlariga qaraydigan bo'lsak, qavmini da'vat qilayotgan vaqtidagi bu so'zlarga qaraydigan bo'lsak, shuni aniq bilib olamizki, İbrahim alayhissalom xitob qilayotgan kishilar qandaqdir Allohni butunlay tunimaydigan va uning olamlarning Robbi ekanligini inkor qiladigan dinsiz kishilar emas edi. İbrahim alayhissalomning qavmi qandaqdir Allohni butunlay tunimaydigan, uning olamlarning Robbi ekanligini inkor qiladigan dinsiz kishilar emas edi. Balki ular Allohga ishonish bilan birga rububiyatning birinchi va ikkinchi xil hukmlari nuqtasidan ilohlikda boshqalarni Allohga shirik qilib oladi. Osmon jismlarini, sayyora planetlarni bu Allohning Robligida, Allohning ilohligida mushlarning mushriki bor. Mushlar bizga foyda ziyon yetkazolmaydi. Rizqimizni, ishlarimizni oson qilaoladi, rizqimizni keng qilaoladi, bizga yomg'ir yog'dira oladi. U bu degandek
Bu birinchi ikkinchi xil hukmlar nuqtasidan ilohlikda boshqalarni Allohga sherik qilib oladi. Şunu bütün Kur'an-ı Kerim'nin hiçbir yerinde İbrahim Aleyhisselam'ın öz kavmini Allah Teala'nın mevcutluğuna ve onun ilah hem Rab ikenligiga qayil qilish uchun qilgan birer ig'iz so'zi xotirlangan emas Kur'an-ı Kerim'de. Ey kavmimizlar Allah'ın mevcutluğu işininglar, onun ilah ve Rab ikenligiga qayil bulunlar deb bundaq da'vat qilib baqan emas İbrahim Aleyhisselam. O'ylab baqaylik qarindoshlar. Hiçbir yerde İbrahim Aleyhisselam'ın öz kavmini Allah Teala'nın mevcutluğuna ve onun ilah hem Rab ikenligiga qayil qilish uchun qilgan birer ig'iz so'zi xotirlangan emas Kur'an-ı Kerim'de. Belki hamma yerde nima tilg'ilingansa İbrahim Aleyhisselam her bir yerde İbrahim Aleyhisselam'ın şu so'zi tilg'ilingan. Faqat Allah Teala'la ilah ve Rab'dur deb chaqir qilganlar xotirlangan. Bu sizlar şirik qilib olganlar emas. Sizlar ham o'zinglar e'tirof qilgan ashundoq bir iloh bor, ammo lekin malaning qudrati yetadi, bularmi hassador, bularmi shirik deb qaraydi-da ular qavmi. İbrahim Aleyhisselam deydi-ki, faqat Alloh taolola iloh va Rabbdir. Boshqa shiriklarlar hech qanday kuchga ega emas. U botildir. Faqat va faqat Alloh taolola iloh va Rabbdir deb chaqiriq qilganligi xotirlangan. O'ylab baqaylik qarindoshlar, dunyo tarixida bugungi biz yaşayotgan bu asrlarga o'xshash dunyoda shundoq nurg'un payg'ambarlarning tarixlariga qarab baqadigan bo'lsak, texi bu dunyo tarixida Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratgandan tortib yaqinqi zamonimizga kelguncha balki 100 yillik tarixga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni butunlay iloh, Rob degan bu hukmni butunlay inkor qiladigan, o'zini maymundan to'raldiq deb qaraydigan, maymundan kelgan biz tadrijiy taraqqiyot deb qaraydigan bu xil shakldagi ya'ni iloh hukmidan butunlay kallasi xoli buni e'tirof qilmay ig'izda davron soladigan bu qadar ya'ni sharmandalarcha fikr qo'yadigan insonlar dunyo tarixida o'tmabdi qarindoshlar. Şu bütün halaketke uçurgan kavimlerden tatip, şu nurgun ötken tarihteki kavimlerden hiçbirisiga qarasangiz, ularning qilgan jinoyatini desangiz şu şirk keltirish. Allohning borligini e'tirof qildi, yaratquchi ekanligini e'tirof qildi, rizq beruvchi ekanligini e'tirof qildi. Ammo lekin ular şu Allohga bo'lgan ibodatda, Alloh qilinadigan ibodatda yoki bo'lmasa osmon jismlarini yoki planetlarni yoki bo'lmasa o'zlarining katta vashlarini shu qonun chiqarishga nimaga qilishga huquqliq bo'larmi deb ularning chiqargan narsasiga ergashib ketish, ibodat qilgan vaqtlarda o'zi e'tiqod qilayotgan shu shirik qo'shib olgan narsalarni birga shularning qudrati yetadi, shularning tasarruf qilish, ta'sir qilish kuchi bor deb qarab shirik qilganlikqa sababdan va shundaqla o'zlarining qavmlarining ichidagi katta vashlarni o'zining diniy jihatdan yoki bo'lmasa ilgirki qavmlar o'tgani diniy jihat mesela yaratquchi rizq berish ekanligiga Allohning mutlaq iymon etadigan, buning iymon etadigan. Ammo lekin buning bilan iymon etish bilan cheklanib qilib, o'zining siyosiy hayotini, axloq, adab, muomala barliq ishlarga Allohning aralashish huquqi yo'q. Buni biz o'zimizning qavmlarimizning ichidan katta boshlarni tayinlab, o'zining yo'lboshchilarini tayinlab, shularning digini bo'yicha elib mangamiz. Bu bizning turmush ishlarimizga aralashmaslik kerak. Biz Allohning xo'sh Robb ekanligini, iloh ekanligini e'tirof qilamiz. U davomli hammasi shunday e'tirof qilgan shu qavmlar. Ammo lekin biz o'zimizning hayotini, qonunlarimizni, siyosiy hayotimizni, adab, axloq, muomala barliq ishlarimizni o'zimiz kallamiz bilgancha qilamiz. Buni Alloh tushirmasin bo'ldi. Bundaq e'tiqod qilgan qavmlar edi. Yoki bo'lmasa biz hozirgi mavzuda to'xtalayotgandek, qanday qilsa ular Allohga shirik keltirib, boshqalarni ham xuddi İbrahim Aleyhisselam'ın qavmidek osmon jismlarini, planetlarni Allohning rububiyatida, ilohligida shirik qilib oladi Allohga. Birga ibodat qiladi. Ikkilisini e'tirof qilib turib, bularning ta'siri bor deb turib, birga ibodat qiladi. Shunga İbrahim Aleyhisselam hamma yerda faqat Alloh taolola iloh va Rabbdir deb chaqiriq qilganligi xotirlangan. Endi Namrudning masalasiga kelsak, İbrahim Aleyhisselamning uning bilan qilishgan so'zi Qur'oni Karimda mundaq naql qilingan. Acaba sen İbrahim bilen cidalleşken kişinin halini o'ylanib baktın-mı? Onun cedili İbrahim'nin perverdigarının kimliki to'g'risida edi. Onun cedili İbrahim'nin perverdigarının kimliki to'g'risida edi.
Bu faqat Allohning uni podshoh qilib qo'yganligidan edi dedi Alloh subhanahu va taolo. Bu faqat Allohning uni podshoh qilib qo'yganligidan edi. Ayni chaqda Ibrohim alayhissalom uning shundoq dediki Namrudga: "Mening Parvardigorim shundoq zotdirki, o'lim bilan hayotlik uningli ixtiyorligida" deganda u qopib dediki, Namrud qopib dediki, "O'lim bilan hayotlik meningmi ixtiyorligimdadir" deb javob berdi. İbrahim dediki, haqiqat shuki, Alloh quyoshni sharqdan chiqaradi. Qani sen uni g'arbdan chiqarib boqqin dedi. Buni anglab, u kafir hang vaqtinichi eg'iz ocholmay qoldi deb Alloh subhanahu va taolo sura Baqaraning 258-oyatida bu voqealikni Alloh bayon qildi. Endi biz bu suhbatda shu narsa aniq ifodalanib turibdi edi. Bu suhbatda shu narsa aniq ifodalandiki, aslidagi jadal Allohning mavjudligi yoki mavjud emasligi haqida emas. İbrahim alayhisalom bilan Namrudning o'rtasidagi bo'layotgan jadal Allohning mavjudligi yoki mavjud emasligi haqida emas. Alloh bormi yo'qmi degan masala emas. Balki aslidagi jadal nima? İbrahim alayhissalomning o'ziga nisbatan zodi kimni Rob deb e'tirof qilganligi. Kimni Rob deb e'tirof qildiganligi ustida deb yani. Jadal bu yerda 2-10 jadal İbrahim alayhissalomning Namrudni Rob deb e'tirof qilamdi yoki kimni Rob deb e'tirof, kimni haqiqiy o'ziga nisbatan zodi kimni Rob deb e'tirof qiladiganligi ustida. Namrud Allohning mavjudligini e'tirof qiladigan qavm ichidan bo'lg'achqa, Namrud o'zi Allohning mavjudligini e'tirof qiladigan qavm ichidan bo'lg'achqa, u toki butunlay aqlidan ezib oshkori sarang bo'lmoqcha, u hargizmi qo'pib, men zimin osmonlarning yaratquchisiman, quyosh va oyni harakatga solg'uchi deb ahmoqlarcha da'voni qila olmaydi. Chunki u Allohning mavjudligini e'tirof qiladigan qavm ichidan bo'lgan bir boshliq, bir podshoh. Demak, bu shundoq bir qavmning ichidan o'tirga chiqqan bu Namrud herkes aqlidan tamamen sarang qolgan vaqtida, "Andin men zimin osmonlarning yaratuvchisi, quyosh va oyni harakatga solg'uchi men" deb da'vo qilalaydi. Herkes bunu da'vo qilgan emas. Demak, uning qilgan da'vosi nima dedisa, "Men zimin osmonlarning Robbi" deyish emas uning da'vosi. Uning o'ttir qo'ygan da'vosi, "Men sizlarning Robbinglar" degan da'vosi, "Men zimin osmonlarning Robbi" deyish emas, balki faqatla "Men mushu davlatning Robbi. İbrahimmi mening puhralarimning birisi" degandan iborat edi. U herkes bütün kainat, osmon jismlari, osmon, zimin hammasini men yaratdim. Quyosh, oyni men chiqaryapman degan emas, uning da'vosi bu emasdi. Balki faqat uning da'vosi "Men mushu davlatning Robbi." Mushu davlatning Robbi. İbrahim mening davlatimning ichida yashayotgan mening puhralarimning birisi degan iborat. Shuning uchun bu İbrahim meni Rob deb bilishi kerak degandan iborat. İbrahim alayhisalom bo'lsa, o'zining Robbining kim ekanligini o'ttirdi yuqoridagi oyatda ikkisining o'rtasida bo'lgan jadalni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ochiq bayon qilib qo'ydi. Uning Roblik da'vosimi rububiyatning birinchi va ikkinchi xil hukmlari nuqtasidan emas edi. Namrudning Roblik da'vosi, o'zini Rob deb qilgan da'vosi rububiyat, Rob degan so'zning birinchi, ikkinchi xil ma'noda yo'q, parvarish qiluvchi, muhofazat qiluvchi, hol ahvolni o'ngshuvchi degandek, yaratquchi, rizq beruvchi degandek, bu maqsaddan, bu bu nuqtadan elib aytgan vaqtida u o'zini "Men sizlarning parvarish qiluvchinglar, men sizlarning hol ahvollaringlarni o'ngshuvchi" deb bu da'voni qilgan emas Namrud. Rububiyatning birinchi, ikkinchi xil hukmlari nuqtasida emas edi uning da'vosi. Chunki bu nuqtada u oy, quyosh va boshqa sayyoralarning rububiyatiga qoyil edi. Bu nuqtaga kelgan vaqtida xuddi o'z qavmi, shu qavm osmondagi osmon jismlari, planetlar, yulduzlar, quyosh degandek bu narsalarga nisbatan shu quyoshlar, osmon jismlari birisini qo'pib parvarish qiluvchi, yana birisini ehtiyojlarimizni qondirib deb qaraydi. Yana birisini o'stiruvchi deb qaraydi. Yana birisi kapolatlik qiluvchi, xabar oluvchi, bizga hol ahvollarimizni o'ngshuvchi deb bu osmon jismlarining nurg'un narsalarga qanday qila oladi desa, u shu o'z qavmi qanday e'tiqod qilgan bo'lsa, u ham qanday qilgan desa, oy, quyosh va boshqa sayyoralarning rububiyatiga qoyil edi Namrud.
Ammo 3, 4, 5 xil hukmlari nuqtasidan o'zini shu mamlakatning Robbi deb qaraydi. 3, 4, 5 xil Robbning 3, 4, 5 xil nuqtasini aytib. Men shu mamlakatning markazlik salohiyatiga ega bo'lguchiman dedi. Kishilarning hammasini o'zimga markazlashtirib jam qilib boshqaraman. İtaatning egisi mutlaq menga itoat qilish kerak bu davlatning ichidagilar. Favqulodda huquqim bor, huquqliq bir hukmronman. Yuksaklikim, ustunlikim hamma e'tirof qilishi kerak. Bütün tasarruf qilish huquqi mening ilkimda. Men egisi va xo'jayini bu mamlakatning, bu davlatning deb bundoq qaraytamdi Namrud. Ya'ni uning qilayotgan da'vosi nima desa, men bu davlatning xo'jayini, uningdagi bütün fuqarolar mening bandalarim, mening markaziy hukmronligim jamiyatning asosi bo'lishi lozim. Mening markaziy hukmronligim shu jamiyatning asosi bo'lishi lozim. Mening yorliq farmonlarim qonun bo'lishi lozim deganlardan iborat edi. Mening bütün chiqargan yorliq farmonlarim qonun bo'lishi lozim deganlardan iborat edi. Oyatdagi, yuqoridagi oyatda Allah uni podshoh qilib qo'yg'achqilar degan so'z mohiyatda uning Roblik davosining manbasi dal podshohlik ko'rangligidan iborat ekanligi tarafga aniq ishorat qilmoqda. Agar Allah uning podshohlikdan iborat bu narsani bermagan bo'lsa, hargiz o'zini Rob deb da'vo qilmaydi. Allah uning podshohlik, Allah uni podshoh qilib qo'yg'achqilar deb oyat tushuntirib qilishi bu so'z mohiyatini nimani bildirsa, uning Roblik davosining manbasi, o'zini shundoq ko'ranglatayotgan men Robbinglar sizlarning deb digizayotgan narsaning manbasi nima desa, dal podshohlik ko'rangligidan iborat ekanligi tarafga aniq ishorat qilmoqda. Namrud o'z fuqarolari ichida İbrahim otliq bir yosh yigitning, İbrahim ismli bir yosh yigitning o'ttirga chiqqanligini, oy, quyosh va boshqa sayyoralarning tabiatdan tashqari rububiyatiga ishonmaydiganligini, hamda davr podshohining madaniyat va siyosat jihatdagi rububiyatini qabul qilmaydiganligini anglab qattiq hayron qolgan. Namrud bu menda bir İbrahim ismli bir yosh nomida jamiyatning paydo bo'lganligini, ay quyosh bu osmon jismlarining rububiyatini e'tirof qilmaydigan, inkor qildiganligi, Namrudning ham madaniyat va siyosat jihatdagi o'zim men mutlaq hukm chiqarman, mutlaq qonun chiqarman deydigan bu narsalarning hammasini e'tirof qilmaydigan bir yosh boy ekanligini anglab qattiq hayron qolgan. Şuna İbrahim Aleyhisselam'dan çağırtıp, sen zadi kimning Robligini qabul qilsan deb so'ragan. Sen bu osmon jismlari sayyorlarni ham e'tirof qilmaydi ekansan. Bularning ta'sir kuchi bor deganini e'tirof qilmaydi ekansan. Va yoki mening bu mamlakatning birdan-bir huquqliq Robbi ekanligi, birdan-bir huquqliq xo'jayin ekanligimni ham e'tirof qilmaydi ekansan. Butun qonun chiqarish huquqi mening qo'limda degan bu so'zimga ham e'tirof qilmaydi ekansan. Sen zodi kimning Robligini qabul qilasan deb so'ragan. İbrahim Aleyhisselam dastlabida o'lim va hayotlik qo'l ilikida bo'lgan zotni Robbim deb bilaman deb javob bergan. Ammo Namrud bu javobning taxtiga yetolmay bu bechora, o'lim bilan hayotlik meningmi ixtiyorligimda bor. Kimni xohlasam o'ldira olayman va kimni xohlasam hayot qoldira olayman deyish orqali o'zining rububiyatini isbotlamoqchi bo'lgan. Bu bechora nima ish qilgan desangiz, boshqa nurg'un hadislarda, tafsirshunoslarning kengaytirilgan tafsirlarda shunday izohliqki, Namrud darhol o'limga hukm qilingan ikki jinoyatchini akilib, birisining kallasini shu yerda elib o'limga ijro qiladi, yana birisini o'limga ozod qilib o'tadi, kechirib o'tadi. Shu ishni qilib Ibrohim alayhisalom oldida, mana qara, men birisini o'ltadim, birisini o'ltama deganlik bilan men buni hayot qoldirdim, hayotlikqa erishdim deb bu qil ahmoqona ishni elib borgan İbrahim alayhisalomning yanida. İbrahim alayhisalom bunun bilan talashib o'ltamagan. Hayotlikni berishga mandoq bo'ldi deb maslanga, undaq bo'lsa sen agar hayotlik sening qo'lingda bo'lsa, sen o'zing o'ltirib o'tgan ma o'likni darhol tirildirib boqqan degandek bundaq talashib o'ltamay buning bilan darhol temini boshqa yo'tkab nima degan desa, men faqat Allohni Robb deb tunayman. Rububiyatning bütün hukmlari nuqtasidan yegona Allohni o'zimga Robb deb bilaman. Quyoshning chiqishi va petishiga ta'sir ko'rsatilmaydigan boshqalarga nisbatan bu koinotning intizom tartibida qandoqmi rububiyatlik maqomi mavjud bo'lsin deb javob bergan.
quyoshning chiqishi va petishiga mu ta'sir ko'rsatilmaydigan boshqalarga nisbatan bu koinotning intizom tartibida qandaqmi rububiyatlik maqomi mavjud bo'lsin deb javob bergan. Namrud intayin aqlliq odam bo'lg'achqa bu dalilni anglash bilan haqiqatan Allohning bu saltanatida o'zining rububiyatni da'vo qilib yurishlari bir xom xiyoldan boshqa narsa emasligidan iborat amaliyotni darhol ko'rib yetgan. Şunu onun demi içine düşüp cevap qaytarolmasdan hangviqib qarab qalgan. Allah şu tasvirinin hemmesini Kur'an-ı Kerim'de güzel tasvirlep bergan. Uçuk holatda. Ya, demi içine düşüp cevap qaytarolmasdan hangviqib qarab qalgan. Amma nefsaniyetçiliki, şahsi ve xanidallık xahişleriga bendichilik qilishlari onu şu kadar chirmib olgan ki deydi. Özünün nefsaniyetçiliki, şahsi ve xanidallık xahişleriga bendichilik qul bo'lishi shuningga bunda qilishleri onu şu kadar chirmib olgan ki, hatta haqni ko'rib yetgandan keyin o'zining mustaqil hukmdorlik martabasidan tövanga tushib, Alloh va uning rasuliga itoat qilishni xohlamagan. Haqni ko'rib turib, o'zining mustaqil hukmdorlik martabasidan tövanga tushib, Alloh va uning rasuliga itoat qilishni xohlamagan. Dal mushu sababdan Allah Taala uning suhbatini naql keltirib, orqadan nima degan desa, İbrahim Aleyhisselam bilan bo'lgan suhbatini naql keltirib, orqadan Allah zolimlarga hidoyatning yo'riqligini ato qilmaydi deb bu oyatni keltirgan. Allah zolimlarga hidoyatning yo'riqligini ato qilmaydi. Chunki Allah Taalaning hidoyatga talabkor bo'lmagan kishini mecbur hidayetki söyleydiğin kaidesi yok. Allah'ın kanunida herkes hidayetki talepkar bulmagan, hidayetini izlemigen, onunla sa'i kılıp hidayet doğru yol tarafki qarabmamagan, doğru yolunu talep kılmagan kişini mecbur halette hidayetki söyleydiğin kaidesi yok Allah'ın. Hürmetlik radyo anlayıcılar, şunun bilen bugünkü Kur'an buluqi programımızın 7. sani bugün muş yerde ayaklaşıdı. İnşallah Allah subhanahu ve taala hayatlık berse atiyana muşu saatlerde sizler bilen naq meydandan yüz görüşkice sizlerini ana şu suyumluk Rabbimiz Allah subhanahu ve taalaga tapşırman. Suyumlu qeyrindaşlarım, dünyadaki barlıq mümin, musulman qeyrindaşlarınlar üçün ve kemini fikir üçün hem icabetlik dualarınlarda dua qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilman. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ala sayyidina